Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Muhtaram azizlar, qiyomatlik do'st degan so'zni ko'p ishlatamiz. Qiyomatlik do'st, ya'ni shunday do'stki, hatto qiyomatda ham do'stini taniy oladi. Mana shu do'stning mezonini bilish kerak. Qani aytingchi, hozir juda ko'pchilikka azizlar, haqiqiy do'st, haqiqiy sohib deganda kimni bilasiz desangiz, hamma har xil javob beradi. Biri aytadi, u do'st shunday do'stki, qiyinchilik bo'lganingda yordam bersin deydi. U do'st shunday do'st bo'lsinki, himoyangda bo'lsin deydi va hokazo. Lekin do'stlikni aytishdan oldin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni do'st tanlashdagi so'zlari bilan boshlamoqchiman. U zot shunday degan ekanlar: do'stlarning eng yaxshisi shunday do'stki, sen Allohni eslamoqchi bo'lganingda eslashga yordam beradi, Allohni esingdan chiqarib qo'yganingda esingga solib qo'yadi dedilar. Bu mezon Rasulimiz alayhisolatu vasallamning mezoni. Sizni Allohni eslatadigan do'stingiz bormi? Allohni eslamoqchi bo'lganingizda yordam beradigan do'stingiz bormi? Demak, siz yaxshi do'st topa olibsiz. Shunday ekan azizlar, bugun mana shunday yaxshi do'st topish, ulfatchilik, umuman jamiyatda yashayotgan har bir mo'min musulmon bir-biri bilan ulfat bo'lib, birodar bo'lib yashashlik haqida suhbatlashamiz. Ulfatchilik bu, mundoq qilib aytsak, husn xulqning mevasi hisoblanadi. Ammo tafriqa esa, ya'ni tarafkashlik, bu yomon xulqning samarasi hisoblanadi. Husn xulq muhabbatga, ulfatchilikka, muvofiqlikka sabab bo'ladi. Ammo yomon xulq hasadga, yomon ko'rishga, dushmanlikka olib keladi. Islomda husn xulqning o'rni nihoyatda baland. Jumladan payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni Alloh taolo shunday deb sifatlaydi. Estaizu billah va innaka la'ala xuluqin azim. Albatta siz buyuk xulq ustidasiz deydi. Haqiqatda ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning xulqidaqa xulq yo'q edi azizlar. Eng buyuk husn xulq sohibi, bizga xulqshunoslik bo'yicha ta'lim beradigan asosiy ustoz va namuna bu sarvari koinot payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdirlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Qala su'ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-jannah. Faqala taqvalloh va husnul xulq. Imom Termiziy rivoyat qilyapti. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bir zot so'rayaptiki, jannatga odamlarni eng ko'p kirgizadigan qaysi amal deganda, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam jannatga eng ko'p kirgizadigan bu taqvo va husn xulq dedilar. Qarang azizlar, taqvo bu Allohdan qo'rqish va shuni barobarida husn xulqni qo'yyaptilar. Demak, jannatga husn xulq ila kirib olishlik imkoniyati bo'lyapti. Shunday ekan azizlar, ulfatchilik va do'stlik bo'lishlikda eng birinchi talab qilinadigan narsa bu bizning husn xulq sohibi bo'lishimizdir. Islom dini butun insoniyatga ulfatchilikni, birodarchilikni olib kirdi. Dunyodagi eng yaxshi do'stlik, eng yaxshi ulfatchilik islom bilan barobar desam mubolag'a qilmagan bo'laman. Islomdan avval, ayniqsa Arabistonda johiliyat davrida qabilalar bir-birlari bilan dushman bo'lgan. Ularni hech bir-biri bilan ittifoq qilishlikning ilojisi bo'lmagan. Hozirda ham ittifoq qilish, odamlarni birlashtirish bu juda qiyin masala. Magaram dinimiz insonlarni bir-biri bilan ulfat qildi. Alloh Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qiladi. Estaizu billah law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakinalloha allafa baynahum. Qarang, Anfal surasida Alloh aytibdiki, agar yer yuzidagi hamma narsani sarf qilsang ham ularni qalblarini birlashtira olmas eding, ularni qalblarini ulfat qila olmas eding, lekin Alloh ularni ulfat qildi deyapti. Qarang, haqiqatda ham islom dini kelgandan keyin bir-biriga dushman bo'lib turgan qabilalar, bir-birlariga dushman bo'lib turgan xalqlar ulfat bo'lib, bir-birlari bilan do'stlashib ketdi. Mana bu narsa dinimiz tufayli bizga berilgan eng katta marhamatdir. Chunki islom birodarligi irq, nasab, til, qabila, qavm asosida emas, Alloh taologa muhabbat va taqvo asosida bo'ladi. Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, mu'min ulfat bo'luvchi va ulfatga tanlanuvchidir. Ulfat bo'lmagan va ulfatga tanlanmagan kimsada yaxshilik yo'q. Alloh saqlasin.
sizni hech kim ulfat qilmay qo'ydi. Tasavvur qiling, hech kim siz bilan do'st bo'lmay qo'ydi. Bu yomon narsa ekan. Mana shuning uchun ham bir-birlari bilan ulfatchilik, do'stlikni ixtiyor qilishlik kerak. Buning uchun husnul xulq sohibi bo'lish kerak. Ulfat, do'st bo'lishligimiz azizlar, bu biz uchun dunyo va oxiratda juda katta foyda bor. Siz shunday do'st bo'lingki, uni dunyosi uchun, obro'si uchun do'st bo'lmang. Faqatgina Alloh uchun do'st bo'lasiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hikoya qilib aytib beryaptilarki, zara rajulun akhon lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallohu lahu ala madrajatihi malakan. Falamma ata alayhi qala ayna turid? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qarya. Bir do'st boshqa bir qishloqdagi do'stini ziyorat qilgani chiqib ketibdi. Alloh uni yo'liga kutib turadigan bir farishtani chiqarib qo'yar ekan. Farishtalikni bilmaydi uni. Uni oldiga kelgan paytda haligi farishta so'rar ekan: "Qayoqqa ketyapsan? Qayoqqa bormoqchisan?" "Ushbu qishloqda birodarimni ziyoratiga ketyapman." Farishta so'rar ekan: "Uni ziyorat qilishlikda biror narsani xohlayapsanmi? Nima uchun oldiga bormoqchisan?" "Undan hech qanday moddiy manfaatdorlik yo'q. Faqatgina Alloh uchun do'st bo'lgan, shuni ziyorat qilgani ketyapman." Shunda haligi farishta: "Alloh meni seni oldinga yubordi. Batahqiq sen unga muhabbat qilganingdek Alloh senga muhabbat qildi" deb aytar ekan. Imom Muslim rivoyat qilgan. Mana do'stlikning oqibati azizlar. Biz shunday qila olayapmizmi? Alloh uchun yaxshi ko'ra olayapmizmi? Aytingchi, xalqimizda noto'g'ri tasavvur bor. Do'sting bo'lib senga yordam bermasa, do'sting bo'lib senga hech narsa qilmasa, unaqa do'stning nima keragi bor deymiz. Do'stlikda bu masalalar ham bor, lekin asli niyatda bunday bo'lmaslik kerak. Ya'ni do'st xolis Alloh uchun bo'lmoqligi lozim.